Boychechak qo'shig'i keyingi paytlarda jadidlashib ketdi. Bu boychechak 20-asr boshlarida yaratilgan jadidchilik harakati bilan hech qanday bog'liqlik joyi yo'q. Uning bir g'oyasini yoki manifestini, siyosiy holatini ifodalamaydi. Lekin internetda ko'ryapmiz, yosh qizlar chiqib olib, boychechak she'rini men endi tushundim. U jadidchilik harakati haqidagi she'r ekan deb turib, Erkin Vohidovni she'ridan misollar keltirishyapti. Cho'lponni bolta bilan chopganligini mana shu boychechakka bog'lashyapti. Boychechakni tutdilar, tut yog'ochga osdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar. Shuni keltirishib, mana cho'lponni qanday qilib o'ldirilgan ekanligini ko'rishimiz mumkin deyishyapti. Bularning barchasi noto'g'ri. Chunki boychechak avvalambor she'r emas, balki qo'shiq. Xalq og'zaki ijodiga kiradi. She'rni qaysidir bir shoir yozadi. Qo'shiqni esa yozmaydi, balki to'qiladi, og'zaki to'qiladi. Shunday ekan, boychechak bilan jadidlarning hech qanday aloqasi yo'q. Bu qo'shiq 1000 yillar avval yaratilgan, yozilgan emas, balki to'qilgan. Endi nima uchun boychechakni jadidlar bilan bog'layapti? Bunga quyidagicha javob beramiz. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy kabi jadidchilar boychechak qo'shig'idan ilhomlanishgan. U bahor faslini, uyg'onish faslini boychechak bilan bog'lab, demakki, xalqimiz, omma hali uyquda, ularni uyg'otishimiz kerak degan mavzuda boychechakni darsliklarga kiritishgan. Maqsad ana shu uyqudagilarni uyg'otish, ozodlik sari intilish, siyosiy ongni shakllantirishdan iborat bo'lgan. Shuning uchun ham boychechakni jadidlar bilan bog'lashyapti. Lekin bu jadidlarning alohida bir qo'shig'i, manifesti emas. Buni yaxshi o'qib olmog'imiz kerak.